Qadrli do'stlar, keyingi darsimizda davom etamiz. Xo'p, o'tgan darsimiz oxirgisi modify string bo'lgan ekan. Concatenate string mavzusi bilan format string mavzusini bitta qilib o'tamiz. Chunki oldingi videoda concatenate string videosida ozgina texnik muammo bo'lib, ekran boshqa o'yinlarni yozib qo'ygan ekan. Xo'p, concatenate string juda ham sodda, ya'ni biz stringni prosta tak, ya'ni oddiy qo'shishimiz mumkin. Plus belgisini qo'yamiz, ikkitasini bitta qilib qo'shib beradi. Mabodo o'rtasiga bo'sh joy kerak bo'lsa, o'rtasiga probel qo'yamiz, bizga qo'shib beradi. Shu bilan juda ham ikki dona mavzu tugadi. Xo'p, masalalarni o'zlaring ishlab qo'yishing mumkin. X ga qo'shadigan shu. Xo'p, keyingisi qilsa ikkalasini qo'shib chiqarib qo'yadi. Mana next question. Xo'p, bunday chiqarish uchun ikkalasini o'rtasiga probel qo'shib ketish kerak. Shu bilan tugadi. Keyingi mavzuimiz format string. Format string nima uchun kerak? Xo'p, videoga yana bir qarab qo'yamiz, yozyaptimi yoki yo'q. Yozyapti. Xo'p, format string bu ya'ni stringni formatlab chiqarish. Mana bu ko'rganimizdek, mana xo'p, masalan buni olib tashlab, mana 16 qo'ysak, bu yer ham kerak emas hozircha. My age is desin. Plus age qo'yib run qilib ko'raylik. Va bizda xatolar qaytadi, chunki bu string, bunisi son. Songa stringni qo'shilmayapti. Nima qanday qo'shadi deb savol beryapti bizga. Ya'ni haqiqatan ham masalan xonaga g'isht qo'shib qo'y desa, masalan oddiy bizda ham mantiq tushunilmaydi, xuddi shunday. Unda ham stringga sonni qo'yish qanaqasiga deyapti-da. Bizda yo'l bor, masalan osongina buni stringga o'rib olib davom etishimiz mumkin. Xo'p, yokida bu aytilganda mana bu f string metodidan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni stringning oldiga f belgisini qo'yamiz va o'zgaruvchini olib tashlaymiz bu qismga va ichkarida o'zgaruvchini age deymiz. Qarab turibsizki, tugma bo'lsa yana o'sha. Endi mana bu age'ni o'zgaruvchi sifatida ko'rish uchun qarang, mana curly bracket deyiladi. Ya'ni gulli qavs qo'yadigan bo'lsak, endi nima chiqadi ekranga? My age is 16. Mana bu f nima qilib beryapti? My age is deyapti. Mana curly bracket ichidagi belgini o'zgaruvchi sifatida olishga yordam beradi. Ya'ni o'zgaruvchi degani mana bu qiymat. Age dan o'zgaruvchi degan, buni age degan so'z emas, age ni qiymatini chiqarish kerak ekan. Endi qiymati necha deydi? Tepaga boradi, 16 ni olib keladi va buni o'rniga 16 ni qo'yib qo'yadi. My age is 16 degan yozuv chiqib keladi. Qisqacha shu. Hop, keyingisi mana bunda ham aytib ketgan mana shu. Endi placeholder masalan narxni aniqlikda chiqarish mumkin. Masalan $16.00 desa, yoki yoshim 16,5 demoqchi bo'lsa, mana shu holatda qilsak 16,5 chiqib qoladi yoki 16 masalan hisobladi kalkulyatorda mana shuncha kun yashab qo'yibmiz, 16,5 nechadir kun. Hop, bossak anaqa chiqadi. Kelinglar bizga ikki xonalarda chiqsin faqat desa, ikki nuqta qo'yamiz. Nuqtadan keyin ikki xonalarda chiqarsin formatlab. Bo'ldi. Mana bossak 16,57 bo'lib ketadi. Ya'ni shuni bitta qilib qo'yamiz. Ya'ni o'zi 16 yosh, 17 yoshman deyiladi, lekin 16,5 deb olsa ham bo'ladligi uchun mana 16 6 yoshman deb aytsa bo'ladi. Xuddi shu ma'no. Endi keyin mana ko'paytirish mumkin ekan ichkarida, masalan shu age ni 2 ga ko'paytirib chiqaramiz masalan. Xo'p, 2 ga ko'paytirsak mana 32, 33 butun nechadir yosh bo'lyapti. Xuddi shunaqa. Buni ham exercise'ni bajarib qo'yamiz. Xo'p. 9:00, ya'ni nuqtadan ikki tanada chiqish uchun mana nuqta 2 dan foydalanamiz. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Xo'p. Qo'yishni mana age deb turib, gulli qavs bilan qo'yamiz. Keyingisi. Masalan, shartini o'qib o'tirmayapman, sababi ikkinchi marta olyapmiz bu videoni. Xo'p. Videoni to'xtatib shartini ko'rib olishingiz mumkin. Chiqarsak 2 + 3 = 5 deb turib, birini chiqaradi. Shu bilan bu mavzuyimiz ham tugadi.